Vaqtingiz bemalolmidi aka? Ko'chada tirikchilik. Olib kelaman davomda. Assalomu alaykum. Shundan razvorat qila olasizmi aka? Assalomu alaykum. Vaqtingiz bemalolmidi aka? Tirikchilikdan aholisi Ko'chada tirikchilik. olib kelaman davomda. Dvorni alishtirib bermoqchiman. Maylimi videoga o'rsi? Aziz. Okam ham o'z parkda ketayotgan okam aylanib ketayotgan ekanlar. Bu akam birinchi to'xtadilar. Aka, o'zi biz avtozapchas kompaniyadanmiz. Hech qanaqa benzin kerak emas. Biz eksperiment o'tkazayotdik. Yaxshilik qilmoqchi bo'lgan insonga biz ham yaxshilik qilsak, yaxshi-da, to'g'risi. Aka, bu koreyskiy airline brendidan. O'zi rossiyskiy brend. Koreyskiy deb nomi bor. Shunga lekin sifatli chiqyapti, xudo xolasa. Ko'rdinglar, eksperimentimizda Gentra avtomobil akamlar to'xtadilar. Naryoqda to'xtab turib, "Hacha biz benzin zapravkagacha olib borib kelaman" dedilar. Yaxshilik qilib, shuncha odam yo'ldan o'tayotganlar to'xtashmadi. Aka, bu meni vizitkam. Bemalol dvornigimizda yaxshi chiqadimi yoki yomon chiqadimi, hammasini aytib qo'yasiz, lekin telefon qo'ng'iroq qilib. Chunki bu yerda hozir tekshirish imkoni yo'q, yomg'ir yo'q, boshqa yo'q. Yog'ingarchilik boshlanganda yaqinlarga ham tavsiya qilib qo'yasiz. Mana shunaqa narsalarni ko'proq qilsa nima deysiz? Eksperimentlarni mana shunaqa yaxshilik. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Akamni to'satdan bo'lib qolganiga Odam hayajonlanibdi ichimdan. nima deyishni bilmadilar aka. Sizlarga rahmat. Aka, Nima tavsiya qilamiz? xudo xolasa salomat bo'ling, yaxshilikni yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.